Hayırlı kech, hurmatli jamoat. Biraz salqin tiydi de, endi temperatura bo'lsa da chiqdim endi JKH uylarga. Anda jurnalistikani billarda сөйлей boshlalar. Mana siz netmaysiz. Men aytam, siz xalq bizni huklarga teyish. Biz tirishligimizni sizdan yordam ko'rin deb aytam. Bizga gina kerakmi? Sizning tigi tatar xalqini aytalar, maqalbek yaxshi. Yılamagan balaga imetib turmaylarmı? Şunu şekilde o'zlari netib сөйлес kelmaylar. Mana shulay deb har qaysi сөйлесе, yo'q, ular seni ishladi. Shu men shotlanib bereyim, ular qaraylar da tigi shotlanib ketgan yuzime. Qaysisi birisi endi qotirinib narsadir ayta. Shas kibitga kirgachda kirdim da kibitda men aytam, mana shunday vaqt keldi. Kishi agarda isrik chog'i bo'lmasa, yuzi oshiq shotlanib yursa, ani aqldan shoshgan deb o'ylaylar. Shunday mana shunday vaqt, shunday zamon keldi. Men aytam, mana ko'rdingizmi? Shotlanib yurgan kishiga nechtir shiklanib qaraylar. Agarda is kelsa, anglab bo'lar. Aniktir kishi qayg'irib, usallanib yurganda ani birda o'ylamaylar, niku mana niku shulay usal qaraydi deb mana mashita aytalar. Hatto va'zda, xutbada kishiga yaxshi qarovdi, oshiq yuz bilan de, ul sadaqa de. Anik mana bizni xalq bir-birisine itshikli qaraylar. Ani qarshi kelgan kishilar narsalar ne g'aybi bor masalan u ne senga yomonlik ishlagan kishiga ketib bora masalan usal ko'zlar bilan qarab ketalar hatto. Shotlanib biz yashaymiz jamoat. Shotlanib bir-birimizga